Qanaqadir yangi mana so'kinishlarimizni o'rniga eski so'kinishlarni ishlataylik deb bitta aka aytyapti. Qanaqa so'kinishlarimiz bor aka desam, Makkaga imom bo'yur, uying bug'doyga to'lgur degan so'kinishlar bo'lgan, shularni ishlatsak bo'ladi deyapti. Endi tasavvur qilinglar. Bitta oshna ishana oling, 2 soatda olib kelib beraman deb turib, $2000 pul olib ketyapti. O'zi unaqa katta pul ko'rmaganman, aytib o'ryapman prosta. Instagramda shunaqa-yu. Xullas olib ketyapti-da, yarim soatdan keyin qaytib kelyapti. Haligi umri davomida yutkazmagan komandani pobedasiga pul tikkan bo'ladi. Ash kun ash komanda eng sharmandali hisobda yutkazgan bo'ladi. Chunki u oshnami omati bilan ishoninglar, u Chingalchukusda ham yutmaydi-da, Shiribomni ham davom yutkazib yurardi. Xullas, o'sha oshnam kelyapti-da, yutkazib qo'ydim deb tushuntiryapti. Men qanday qilib endi unga Makkaga imom bo'yur deb so'kaman? O'zingizlar o'ylanglarchi. Agar menga kimdir Makkaga imom bo'yur deb so'ysa, qaysidir chichib qo'ygan ishimga, men u ishni yana qilaman. Meni faxriyonligimga ham unaqa yaxshi narsa yozib berishmagan shu paytgacha. O'zimiz so'kinishlar yaxshi akalar.